92 kvadrat 3 xonali kvartiramiz chiqyapti. Ko'rib turibsizlar, udvoyniy zal, Yunusobod 9-kvartal, shundoq korzinka setorri oldida joylashgan yo'lli yuzidagi domimiz. 5 etajli domni 5-etajda joylashgan. Bu yerda ko'rib turibsizlar, zalimiz juda ham katta. Bu yerda bo'lsa balkonimizning yarmini xona qilib qo'yishgan. Umuman bez remont kvartiramiz. Endi bu yerda kiruvchi zonamiz kattagina, bu yerga bo'lsa kattakon garderobni shkaf qilib qo'ysanglar bo'ladi. Birinchi xonamiz детский spalnimiz bo'ladi. Yonida alohida xonalar joylashgan родительский spalnimiz keladi. Koridordan yurganimizda birinchi bo'lib garderobni keladi. Yonida alohida birinchi bo'lib hojatxona, alohida hammomimiz joylashgan. To'g'riga yurganimizda oshxonamizdan ko'ryapsizlar, juda ham katta, balkonimizning yarmi 2 metrga 4 metr qolgan bu yog'ida. Kvartiramiz 5 etajli dom, 5-etajda. 92 kvadrat kvartiramiz uchun 68 ming dollar so'rashyapti. Bunaqa narxlar juda ham kam bo'ladi. Bemalol o'zingizning vkusingizga qarab remont qilsanglar bo'ladi. Shoshilib qolinglar.